17 Pro Max eSIM olishni maslahat bermayman. Sababi zaryadkasi birinchidan ko'proq ketadi. Ikkinchidan sim karta orqali sim kartalarga SMS kelgan, boshqa qilgan joyida hech kim sim kartangizni ola olmaydi. Klik-milikdan pulni o'g'irlashyapti-yu. Shu tarafi yomon. Shuning uchun 17 Pro Max eSIM imegasi o'tganini olishyapti. O'zlarini 16 Pro Max'larini sotdilar bizga. Bu telefon 15 Pro Max puldan ham arzon chiqadi. Nimaga? Sababi ishlashda aybi yo'q hech qanaqa. Umuman antena hech qanaqa aybi yo'q. Qachondan ishlatasiz buni? Shu yangi chiqqandan beri olganmas lazım. Olgansiz ishlatasiz. Yo'q, dumaloq bog'idan kelgan. Qanchadan ishlatasiz? Shu yangi olganimda bo'lgan. Hech narsa qilmaydi bunisiga. Yo'q. Tushundim. Bitta ko'rsating nima qilganini. Qanaqa ayb borligi mana. Mana dog'i bor, mana dog'i bor. Vashsha arzon chiqqan, 3 oylik, 6 oylik ham chiqadi. Narx-navosini Telegram kanaliga qo'yib qo'yamiz. Simi bor. Simini ham xo'rlab ishlatasiz, lekin zato original. Korobkasi bor. Kimga shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, albatta telefon uzib kutamiz. O'zinglarni 13, 14, 15 yildan olib kelsanglar, 16, 17 larga almashtirib beramiz. Eng to'g'ri tanlov o'zingiz aytib oling. Telefon uzubi. Eshitdinglar?